Mamlakatimizda energetika tizimi bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinib, quvvatlar oshirilmoqda. Shu bilan birga elektr energiyasi yo'qotishlarning oldini olish hamda ta'minot barqarorligini ta'minlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar davom etmoqda. Bu boradagi ishlar haqida muxbirimiz Toshkent viloyatidan tayyorlagan lavhada batafsil so'z yuritiladi. Toshkent viloyati prokuratura organlari huzurida tashkil etilgan shtablarda energiya tejamkorligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar ijrosi doimiy nazoratga olingan. Jumladan Bekobod tumani prokuraturasi shtabida energiya resurslarini tejash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinib, tasdiqlangan dasturlar ijrosini belgilangan muddatlarda ta'minlash yuzasidan mutasaddi tashkilotlar vakillariga tegishli topshiriqlar berildi. Ayni paytda tumandagi elektr ta'minoti jihozlari to'liq xatlovdan o'tkazilib, elektr quvvati yo'qotishlariga sabab bo'layotgan omillar aniqlanmoqda. Shuningdek, elektr uzatish tarmoqlariga xavf tug'dirayotgan daraxt shoxlari belgilangan tartibda butalmoqda. Bekobod tumani elektr tarmoqlari korxonasi 32194 ta aholi iste'molchilari hamda 1691 ta yuridik iste'molchilarga xizmat ko'rsatadi. Prokuratura ishchi guruhi hamda oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari bilan birgalikda hamkorlikda ishni olib bormoqdamiz. Hisob-kitobimiz bo'yicha yilning oxirigacha 9.600.000 kWh elektr energiya iqtisod qilish rejalashtirilgan. Yanvar oyi holatiga 16 kilometr havo tarmoqlari sip kabel tarmoqlariga almashtirildi. 46 ta transformator punktlarimizdan 28 donasini mukammal ta'mirladik. 6 dona transformator yetkazildi. Yaroqsiz holatga kelib qolgan havo tarmoqlarimizni zamonaviy sip kabellarga almashtirdik. 2400 kilovatlik muqobil elektr manbalari qo'yildi. Energiya tejamkorligini ta'minlashda ilmiy yondashuvga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Bu jarayonga oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari, olimlarning jalb etilishi amalga oshirilayotgan tadbirlar samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Energiya tejamkorligini oshirish maqsadida 785 ta qizil toifadagi transformator punktlarida o'rganishlar amalga oshirildi. Transformatorlarni yuklama markazlariga ko'chirish orqali 3-5% gacha energiya tejamkorligiga erishish bo'yicha texnik yechimlar bo'yicha takliflar berildi. Olmaliq davlat texnika instituti talabalari hududiy elektr tarmoqlari korxonalarida dual ta'lim asosida tahsil olmoqda. Talabalarimiz ham ilmiy texnik yechimlar bo'yicha asoslangan tavsiyalar berib kelishmoqda. Bajarilayotgan ishlar sifati va samaradorligini jamoatchilik nazorati asosida baholash maqsadida maxsus guruhlar ham tashkil etilgan. Viloyat prokuraturasi tomonidan o'tkazilayotgan monitoringlar davomida dasturiy vazifalar o'z vaqtida va sifatli bajarilishi doimiy nazorat qilinmoqda. Albatta, bunday tadbirlar nafaqat energiya tejamkorligini ta'minlashga, balki aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini yil davomida barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlashga ham xizmat qilmoqda.